hozir bitta video ko'rib qoldim Instagramda. Kecha onam O'zbekistonda o'zbek kanalida ko'rib turdi. Eshitib qoldim, bitta qiz markasi ham olib tashlabdi. Bir narsalar deb ko'rib emotsiyam saqlab tura olmadim. Xafa bo'lib ketdim, ko'nglim og'rib ketdi. Qiz bechora tupa-tuzuk yurgan cho'loqlanib yuryapti. Bizda O'zbekistonda haqiqatda onasini eshi shunchalik sikkanman. Shunchalik bizda bitta qiz invalid bo'lib qolaverar ekanda, qilgan odamlar befarq bo'lib shu situatsiyada shu ishni qilgan qiz maza qilib yuribdi ekan. Men borib 5-6 tasini o'ldirib kelsam bo'lar ekan O'zbekistonda bemalol. Haqiqat qaytdi, haqiqat xijolat bo'lib o'tiribdimi deyman. Adolat qaytdi ekan, adolat ammamda ammadam ekan. Qaytdi ekan shu adolat. Qanisizlar, deputatlarga bir og'iz gapirib qo'yganimizga uyimizga men jo'natib gapirishi, anaqa qilishi bilasizlar. Bitta qiz nogiron bo'lib qolsa, po'xoy ekan sizlarga. O'zbekistonda adolat, butun dunyo eshitsin mana. Qani adolat? Qani haqiqat? Qani? Eshitmayapman. Biz ham qachondir O'zbekistonda aybdorlar jazolandi. Pul muhim ahamiyatga ega emas, xalq manfaati uchun. Biz xalqimizni sevamiz degan gaplarni eshitamizmi? Mansabdor shaxslarimizni faqat hisobiga ketadimi ekan yo? Ana qo'shiqchi ayolda o'ta qo'shiqlarni sevib eshitardik. Keyingi vaqtda bir Detskiy eshak arava deb ashlatib chiqqandan keyin eshitmay qo'ydim. Hozir yana eshityapmiz. Mana shu vaziyatda bu ayolchani ancha yil oldin men yoqlab chiqdim. Ayolga shunchalik zug'um deb. Keyin buni bochkadan bochka seni borib u qizga nima ugrajat qilyapti ekan. Unday qilamiz, bunday qilamiz. Dunyo sizlardiki emas, hali amlarga o'tib ketgani yo'q dunyo. Opaxonlar o'zinglarni bosib olinglarda. O'zi bitta to'yga borsanglar, shu qizni chiroyli operatsiya qilsa arziydigan bo'lsa kerak. Sizlar juda ham anaqasilar, mashhursalar, pulinglar juda ko'p ko'silardi. Bir narsani unutmanglar, hammamiz o'lamiz. Yaxshilik qolish kerak odamdan. Pizdes. Rosa bo'rillatib so'kardim u. Opa-singil amlardi, mayli. Namaylik mayli. Короче, har bittalar bo'lishinglar mumkin edi bu vaziyatda. Har bitta O'zbekiston fuqarosi, singlis, opangiz yoki kimingizdir bo'lishi mumkin edi shu vaziyatda. Davlat qayerga qarayapti? Men O'zbekiston fuqaroligidan kechganman. Menimcha shunaqa vaziyatlar bo'laversa, odamlar qolmasa kerak, xalq qolmasa kerak bizda. Davlat kimga xizmat qilar ekan keyin? Bitta inson nogiron bo'lib qolar ekan, davlat tashkilotlari hech kim e'tibor bermas ekan. Haqiqat yo'q-da. Haqiqat yo'q.